Amir Temur Samarqandni poytaxt qilgan voqea 1370-yil. 1370-yilda buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temur Movaroun nahrida hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng o'z saltanati uchun markaziy shahar sifatida Samarqandni tanladi. U bu qarorini shahar geografik joylashuvi, savdo yo'llariga yaqinligi va madaniy markaz sifatida rivojlanganligi bilan asoslagan edi. Amir Temur Samarqandni nafaqat harbiy va siyosiy markazga aylantirdi, balki uni dunyoning eng go'zal va obod shahri qilishga harakat qildi. U yerda ko'plab me'moriy inshootlar, masjidlar, madrasalar, saroylar qurildi. Ulardan mashhurlari Bibixonim masjidi, Shohi Zinda majmuasi, Ulug'bek rasadxonasi nabirasi tomonidan qurilgan va boshqalar. Bu voqea nafaqat Temuriylar davlatining markazlashuviga, balki butun Markaziy Osiyo madaniy va ilmiy taraqqiyotiga katta turtki berdi. Samarqand yillar davomida Sharqning durdonasi deb e'tirof etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.